qizing qo'ymadimi cho'kishga? Yo'q deydi. Akalar, kun rosa isib ketdi, pul bersangiz suv olib ichmoqchi edim. Qo'lingizdagini bersangiz ham bo'ladi, roziman. Sandiqlar juda ham ko'payib ketdilar. Endi odamlarning qo'lidagi suvni so'rashga o'tdilaringmi? Boring qol ko'zimga ko'rinma. Bobur yaxshi chiqmading, o'rtoqlik. Rosa suv so'ragansan, kutmagandim. To'xta. Haqiqatan qo'pol gapirib yubordim-a. Bechorani xafa qilib qo'ydim. Yur, uzr. Aka, to'xtang. Aka, men bor uzr, sizni xafa qilib qo'ydim. Nechinchi yilsiz aka? 84. Qaysi oy? Dekabr. Mirjalolni taniysizmi? 85lar bilan o'qiganman. Ha. Ha, taniyman. Qarang aka, siz mendan suv so'rab keldingiz. Qadimda odamlar yan to'qti tomirini chaynab, chanqog'ini qoldirgan. Siz nimaga unday qila olmaysiz? Siz o'zingiz ustingizda ishlamaysiz chunki aka. Siz o'zingiz ustingizda ishlang. Biz ham limon xilsni shunchaki olmaganmiz. Ishladik, mehnat qildik, limon xils ichamiz. Siz ham shunaqa ichishni xohlasangiz ishlang aka. Dadangiz qoch ajini kelyapti deganmi sizga? Ana shuni xato gapirgan. Agar ota-ona yoshligidan sizga tarbiyani to'g'ri berganda, siz balki mana shunday yurmasdingiz. Qo'rquv bo'lib qolgansanda. To'g'risida aka. Qarang akajon, oldingizda ikkita yo'l turibdi. Siz qaysi yo'ldan Chilonzorga ketgan bo'lasiz? Men Chilonzorga ketmayman. Qarang aka, siz xato gapiryapsiz. Mana o'ng He, tomondan bo'ldi, 2 soatdan beri bidir jonimga tegding. Shu limon hissingdan bitta ichay, uka. Ber. bir qultum ichasiz faqat. Menga qo'zin. Men o'zim pulim yo'q. Qo'y bo'lmasam, ho bitta joyini. Mana shu muomalang uchun sen odam bo'lmaysan. Men senga nima panatka berdim? Nechinchi yilsan? Bu 84 man deyapman. 85 ga o'tgansan sen. Sen o'zi panatga 85 ga o'tgan. O'zgarib. Unke, 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 unke.